X Factor muxlislari, final bosqichiga ham mana oz vaqtlar qolyapti. Biz sizlardan Abdurahim uchun ovoz berishingizni so'raymiz. Kutib qolamiz. Ovoz berish payti holati shu ko'rsatuv boshlangungacha amal qiladi. Ko'rsatuv boshlanganda ovoz berish vaqti tugaydi. Shuning uchun hozir oldinda 1-2 kun bo'lsa ham vaqtimiz bor. Sizlardan kutib qolamiz Abdurahim uchun ovoz berishingizni. Abdurahim, Assalomu alaykum. Mani raqamim 05. PayMe'dan ovoz bersanglar bo'ladi. PayMe'ni ilovasini ko'chirib olsanglar 3 ta ovoz, agar registratsiyadan o'tsanglar 10 ta ovoz, aktiv bo'lsanglar 15 ta ovoz berish huquqiga egasizlar. Oddiy SMSdan 9500 ga 05 raqamini tashab ovoz bersanglar bo'ladi. Hammalarga rahmat.